Jigar, bunga hoji aka, yarashadi sizga shunaqasini boqing. Gibrid so'raganlar. Ko'rib turib, bittadan bosib qo'yamiz, bo'ladi laykni. Pulmaga aytamizga, prosi kimgadir sababchi bo'lib qolaylik. Aksiyon boshlandi, Jasurbek, unqari. Yonida bola, qornida bola, bu qani. 3 boshli. 3 boshli. Unqari, o'ta. Qarang. Novvos bo'lali. Sutorlarni akalar. Hosilni qaranglar. 500 talak, 500 ta kommentariya, 1 million so'm 2 kishiga. Navbatdagi sigirlarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli Jasurus kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari, chorva sevar insonlar. Bugungi manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Varashilov arzonchi akamiz, Avazbek akamizning xonadonlaridan sotiladigan akalar. Hop, ena bola sigirlar, yonida bola, qornida bola so'raganlarga va egizagilar, ko'chat gibrid bu qo'najinlar hammasidan bor. Oyoqda ma'lumot beramiz. Qaysi bir yoqsa ma'qul kelsa, savdolashib kelishib olaverasizlar. Gaplarimizda, so'zlarimizda xato bo'lsa o'zir, mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda akalar. Bir dona shunaqa layklarni bosing, iltimosdan layk bos, tekin bepul. Pulmaga badam edi, bizga ham bermaydi. Shu videoni ko'proq insonlar ko'rish uchun kerak. Xolos, bizni kuzatib turgan insonlar ekraningiz ostida podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv chiqadi. O'shani bosib qo'ysangiz, biz kirgizib borayotgan videolar sizlarga muntazam SMS-laringizga borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Atdigan narxlarga e'tibor bermaymiz, telefonlashib, savdolashib, kelishtirib, tushirib, xotirjam olaveramiz. Xudo xolasa yaxshi joylardan, ishonarli joylar sizlarga taqdim etib boraveramiz. Mana shunaqa o'najinchilar kerak bo'lsa ham bor. Assalomu alaykum Avazbek aka. Aka yaxshimiz, tuzimiz. Assalomu alaykum. Xudo xolasa chiroyli mollarimizni olib keldik. Bugun mollar narxi tushgan narxda. Yo'q-e? Ishonavering. Xudo xolasa chiroyli novoz bolali, o'najin bolali, 3 tali. Xudo xolasa mana gibridimiz. Xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Bu ham sotiladimi? Hammasi sotiladi. Yakkami bu? Yakka o'zi. Ana bo'lmasa. Qodamdan kichkina biz ustundini puliga beramiz, xudo xolasa. Novvoscha. Xo'p, Avazbek aka bir mal oyoqda ma'lumot beramiz. Bitta olib chiqib yemasa, ichmasa, kasal bo'lsa, sog'dirmasa bizniki. Xo'p, bo'ladi. Bittadan olib chiqib ma'lumotlarni beramiz. Akalar bittadan like bosib, partlashib turaylik. Kimgadir manfaatli bo'lib qoladi shu. Shunaqa ko'chatini o'zi ertadangizga rahmat aytadi. Xudo xolasa. Kimni baraka topsin. Akalar bittadan bosib qo'yamiz like aka. Boshladingmi? Boshladi. Ha. Buni bosib bola sigirlar kelgan bugun. Jigar, bunga hoji aka, yarashadi sizga shunaqasini boqing. Gibrid so'raganlar, Jasurbek, Rossiyaga sementda. Ana. Onasini ko'rib olishaveradi xotirjam. Ko'rib olishaveradi. Hurmatli aka. Go'zal, ko'ribsini bitta ko'radi, Jasurbek. Hoji akamga yarashaveradimi nima deysiz? To'g'ri. Ha. Arzisa bittadan like bosib qo'ying akalar, kimgadir manfaat yo'q bo'ladi. Mana hurmatli akalar, gibrid. Onajinimiz. Bu necha oylik? 10 oyga borgan aytdim. 3 oyda o'tibdi o'zini. 2 oy kun. Hop. Xudo'g'risi bir yil xudo'si tayyor. Bash 25-yil qochishga tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Jasurbek so'zkalan, so'zkalan. Bu qarang, barmoqdan katta so'zkalan. Gibrid. Ana yaxshi onaj. 50 millionga sigir olmay, Jasurbek jicha sabr qiladi. Oyga o'tib ketyapti. Shunaqa. Avazbek aka bo'yi necha bo'yi? Bo'yi 15 ha? Ha, shunaqa. 20 basom ha? 15 atrofida. Lekin orqa yelka ko'riklar juda yaxshi ekan. Shu tarafda to'ygan. Bu akalar onasi ichkarida. Sementaliga mumkin. Agar onasi bilan olaman degan bo'lsa, onasi ham kelib ko'raverasizlar. Onasi qisir ekan-a? Qisir. Shuning uchun qochmagani uchun bolasi o'zini ko'rsatishyapti. Qolganlar bo'lsa, onasi o'zi ham billa olaman deganlarga. Xudo Jasurbek, mana-da yana imkoni. Bitta molim bor edi. Bularni alishtiraverasin deganga ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Shuni nech pul deymiz? Shu aytilgan baho ichida molini narxlaymiz, mabodo bo'lsa, barchaga yuraveramiz. Nech pul? Puliga hoji akami puli yetadi. Qancha? Bitta lang bosganiga 18 million so'm moddiy pul yetib olmaydi. 18. 20 million so'm, 21 million so'm. Keyin yana bu qarang. Ichida mashina olib barterini narxi shuni ichida. Barter qilamagan deb 20 million deb olmayman. 18 million barter olib chiqsa. Nima deysiz? Bitta yengilroq qilaylik. Boshlanishiga obunachilar qochirmaydi. Qarab turing, 17,5 million so'm bo'ldi. 17 deng. Obunachilar uchun bittadan bosib 17 ga xayri bor deylik. Telefon qilgan odamga tushirib beraman. Xo'p, bo'ladi. Hurmatli akalar, kami bor. Ko'ryapsizlar, bunaqa gibridlar. Mana shuni akalar, mana gibridni sotdik. Gibrid o'zini, bundan kichkina emdilar.
Hop, 10 millionga sotildimi? Qanchaga sotildi? Yo'q, qanday edi u Jasurbek? O'sha 3 kun sistemdan sotildi. Akalar bu katta. Xudo xohlasa 1-2 kunda sigir bo'ladigan. Mana polvonni ko'taraylik. Shunaqa. Mana akalar. Mana bu qancha ham sotiladi? Kachoyi. Mana sutdan to'ygan polvonchasi. Akalar bu ham sotiladi. Bu necha oylik? 2 oylik bu qancha? Sigirga qo'ysa ham bo'ladi, shuni yetalasa ham bo'ladi. Yemiradi ham, yegisi yemiradi ham. Hamma yo'qni yeyapti. Yemishga vashin chempion. Chempion. Yemasa, ichmasa, Jasurbek kasali bo'lsa, bizniki bu. Xo'p. Bo'ylari akalar o'rtacha. Necha aytamiz? 70 plusmi? 80 deyilmasa? 90 ham deydi. 90 mi? Ha. Balandmi? Ha. Mana akalar 90 deyilyapti, lekin 1-2 santimetr aqaba qolsa bilmadimi? 90 santimetr chiqadi aka. 90. Yaxshi buqacha ekan. Necha pul deymiz bu buqachamizni? Buni bozor qilmasdan bitta aytib ko'ring, sotiladigan narxiga. Xo'p. Kami borda. 11 million so'mga kim olsa beramiz. 11 ga. Ish qivozi tushungan odamga hali qimmat, bunmat deyish shart emas. Shunchaki ish qivoziga sotamiz. Xo'p, mana. Biz buni 11 million so'mga olganmiz pulda. Emadimi? Emishga aytyapman-ku, mol tepmasa bo'yni emas. Emaradi. Farqi yo'q, mol tanlamaydi. Xo'p, bo'ladi akalar mana. 11 million so'mga. Buqacha. Xudo xolasa, yaxshi insonga nasib qilsin. Mukarrakalan, janovar, belini qarang. Qo'chqorga, temirga. Zo'r aka. Navbatdagi sigirlarimiz. Boqiladigan. Kambag'al haqiqiy boqiladi. Jasurbek suti ko'p. Hosili zo'r aka. Joni kichkina-yu, suti ko'paygan omma. O'ta xo'raygan bu. Mana buni qarang, qo'lini qarang. Yeyman derkan, biroz qaralmay quruq qo'yadi yurgan ekanda bu. Aha. Yaxshi Kuch bilan Jasurbek bo'ylari 15 plus minus, ha? 15-120 atrofida. Ha, 20 atrofida. Lekin yaxshi mol. 3-chi qoringa. 8 litr sog'ilyapti 3-chi qoringa. 8 litrmi? Jasurbek. Xo'p. Faqirga tushayotgan. Endi ag'ani hozir 10 litr so'm ishonaveradi. Jasurbek borgandan keyin 8 litr sog'masin-da. Xo'p. 7 litr yop ketaversin. 7 litr. sut sog'ib, menga rahmat aytsin. Ha. Mana molamiz. Sek. Ko'chaga Yemasa, chiqmagan ha, ekan. ichmasa, sog'dirmasa, qaytar olamiz. Xo'p. Bolasi qo'najincha. Bolasi qo'nadi. Necha oylik bo'ldi? Oylik bo'lgan yo'q-a bu. Ha. 15 kun 20 kun yonida xolos. Zo'r bola berdi, polvoncha berdi. Akalar ro'zg'ori bor kichiklar. Nech pul deymiz? Pulini Jasurbek. Buga ornoz narx qo'yaman dedim, ha? Aha. 22 milliondan demayman. Jasurbek, bu qanaq. Ash xo'jagalarimiz bitta kambag'alga ehson qilayotgan bo'lsa, 20 million so'mni yana o'tib beraman, Jasurbek. Kami ham bormi? Kamini qilib beraman. Xo'p, bo'ladi. Mana akalar. Kelaverasizlar, ko'raverasizlar. Akalar, xotirjam kelib ko'ribsizda savdosini qilaverasizlar. Aytilgan narxlar muhim emas. Magazin narxi emas. Telefon qilaveradi aka. Ha, telefon qilish o'zi qiziqqan odamga beraman. Xo'p. Novvos bo'lali sutdorlardan akalar. Hosilni qaranglar. Jasurbek 17 ta sog'ib olsin bir kunda. Bir kundami? Bir kunda 17 ta sog'ib olsin. Bakti yorib qo'yibdi-yu. 4 kunlik. 4 kun. Jentradan yaxshi, bak 40 talik bak. Aha. 92 dan yuraveradi bu. 80 dan yuraveradi, chichi yemini bersa 17 ta sog'ib olursiz, Jasurbek. Bolasini olib olsin deganlar. Nosiz. Suyaklari buzuq. Ha. Katta sigirlar akalar. Pulini hamma hojaga ko'taradi. Pulini ishonavering. Hojinalar ko'tarsin. Hojinalar ko'taradi. Bizdan bosib turib hadisha qilib, lakni bosib turishsa. Mashina oldi 25 million yillarga yetkazib yubordilar. 25 kam. 25 million yetkazib yubordim. 17 ta sutga. 17 ta sutga. 17 ta sutga. Nechinchi qorin? 3-chi qorin bunisi ham. Bolani ovoz. Bolani ovoz. Ishlatagan bolasi. Akalar albatta ko'proq dehqonlardan olishadi, shuning uchun yaxshilab qarab olsangiz, mehr bersangiz, aytilgandan-da ko'proq sutlarni olish imkoni bor. O'zlaringizga. Hammasi. Shu ko'kka qo'yib yuboringchi bitta yesinchi. Assalomu alaykum. Qo'yib yuboring. Hurmatli akalar. Mana. Yediradi, olaveradi, Mana. Ipini qo'yib olib turib, mana ipi. Qo'yib olsa o'zi qorin to'qlab olaveradi bu mana. Ajriq deyapti, yerdagi yulib yeyapti ana akalar. Zo'r ekan. Hamma olma olsa Jasurbek yemagandan qani mashlar kunjara yeb qo'ygandi bo'g'ozligida. Aha. Yaltirlab ketar. Jonavar, joning sog' bo'lsin. Mazza qilyapti. Asli ko'kka qo'yib yuborsangiz sut tarafda sog'ib olishadi akalar.
Bu bor. Bo'ylari 1.30 plus a. 30 plyus ha. 1.30 plyus. Aniq barasi. 1.30 plus, orqasi 1.35 ga ham tortadi. Xudo xolasa. Orqasi baland, katta, yirik mol. Zo'r. Lekin 4 sonlik korobka yaxshi mol ekan. Xolasini qarang, 4 kunlik o'zi. Yaxshi yotibdi. Buni semetrida bor akalar, вообще boshqa sigir bo'ladi. Altalab. 4 kundan bo'yin o, Jasur. Ha, bu ham, bu qacha. Ana shu ikkitasini bolasiga qo'yib tursa, mazza qilib tursa, bolalari xudo xolasa. 10 ta tiniq solib turib, 7tasi meni hazillashadi, fil olib ketadi 2 oyda, Jasurga. Shunaqa. Mana shuni enavolan puliga tashlab ketadi, 2 oy 7 litr sut ichsa mana shu. Kami qilgan odamga chiroy. Kami bor axir. Yopaman shunada, ehtiyot qilib olib beraman, kamini ham qilib. 25 ga o'tib beradi. 25 million so'm. Xo'p bo'ladi. Aksiyon boshlandi, Jasur un qarang. Yonida bola, qornida bola, bu qarang. 3 boshli. 3 boshli. Qiziqqanlari bo'lsa, mana 4 kunda bo'lib qoladi mana uni ovozini qarang. Ho'kizdan bu qo'yib qo'ygan. 10 litr sutga ikkinchi bolasi, qornida uchinchisi. 10 litr sutda Jasur. So'skalar to'r joyda, kengligi ham o'ta ham keng mol ekan akalar. Haqiqiy Bo'yini qarang. sut beradigan mol ekan. Bo'ylari 1.35 plus 1.40 atrofida. 40 borib qoladi. 40 ga borib qoladi. 40 ga bemalol boradi. Bitta aybi bor ekan. Qanday? Biroz o'tg'ari bo'lgan ekan. Bundan yaxshi semetrda boru mol. O'sha katta bo'lib ketadi. Mehr talab. Mehr talab. Juda mehr berish. Bu yaxshi mol ekancha, egasi qaramagan ekan. Bu. O'shida. Yoshini qarang. Qali so'skalar ham to'r joyda. Bolasini ovozi, rangi ham zo'r. Maza qilib sog'aydigan. 10 litr beryapti, Jasurbek shu turishgan. 2 oylik xudo xolasa qonida bor. Bolasini ovozcha. Turishgan bo'lsa, ha. Ovoz. Bolasi necha oylik bo'ldi? Bolas 4-5 oylik bo'lgandi. 4-5 oylik bo'lib qoldi, ha. Yaxshi, 4-5 oylik bo'lgan bo'lsa yaxshi. Bitta aylantiringchi. Endi ochiladigan paytga keldi. Sigir bo'ldi, xudo xolasa. Nechinchi qoringa dedingiz? Ikkinchisi mana bu. Ikkinchisi. Qonida. 6 kurak. 6 kurak. Yaxshi mol o'zi bilinyapti. Zo'r mol ekan. Ko'chaga chiqmagan bo'ldim, qarang. Necha pul narx qo'yamiz? Jasurbek buni qonida bor ekan 35 million, 40 million ekan bas Jasurbek. 30 million so'm obunachilar uchun. Oz-moz yo'lini qilib beraman, ko'p bas. Menga ham ozgina qoladi Jasurbek. Hozir 32, 33 aytmayman. 30 million so'm kamini qilib beraman. Xo'p bo'ladi. Yaxshi, zo'r. Qadrdonlarim, akalarim, opalarim. Mana dimlari neti deganga to'xtab turingda. Mana akalar chandirlari bor. Hali turibdi mana. Ko'rasizlarmi chandirlar? Mana. Xudo xolasa boqsa, rasa oladi. Badanga ham oladi, sutga ham beradi, bola ham bo'ladi. Bola yem turadi hali ham. Voy, emas, idirib sog'averadi, bemalol. Idirib sog'oradi. Idirib sog'averadi. 30 million kami bor. Kamini qilib beraman, telefon qilgan. Telefon qilgan odamga. Xo'p bo'ladi. Jasurbek aka bo'zalarimiz. Ehe. Xudo xolasa bir jupidan, Xo'p. Qirg'iziston Shvetidan olaman deganlar xohlaganlarga bitta qo'shib beraveramiz, kelishib qolsak. Bitta qo'shib beramiz. Xohlaganlar shuncha kepay bilan o'zim katta qilib olaman deganlarga. Puli ham arzon. Qancha? Puli ekoni 15 million so'm, kamini qilib beraman. Jupagan. Telefon qilgan odamga, ha. Va necha kunlik? Bir 15 kun aniqda, xullas kepay yalashyapti hozir. Kepak yalashyapti. Kepay yalashyapti, ha. Xo'p bo'ladi. Bular ham sotiladi. Xotirlar ma'lumotni xudo xolasa telefonni alohida telefon qilgan odamga ham chiroyli qilib tushuntirib, emizdirib ham beraveramiz sigiri bo'lsa borib. Akalarim, opalam yedirilayotgan jarayonlari. Xudo xolasa sog'ilishlari ham mazza ekan Jasurga. Keyin mana uni bo'g'oz qisirlar keladi demsa, xudo xolasa 80 ga 20, 80% aniq. Ha to'ygandan keyin misol talab bo'ladi-yu mol. Ha keyin bo'lib hozir 3-4 oy bo'lyapti tuqqaniga. Mol talab bo'ladigan holat. Talab bo'lmadi bizga keyin. Rosa o'zi ichi kelmadi-da. Xo'p bo'ladi. Shuni chaqirdi kelmadi, aniq qilib qo'yildi. Xudo xolasa aniq. Xohlasa kelib ko'rib, sog'ib ko'rib olish umum qani. O'ta. Qarang. Bu qarang nari ekan. Bir qasqamada yarim litr bor, xudo xolasa. Mazza ekan. Ha, bizni vaqtimiz o'tib ketmadi. Mana ichcha ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa kelib sog'ib ko'rib olishaveradi. Xohlasa uylarida sog'ib ko'rishaveradi. Xo'p, keng siydiravering, ba'da Nodirbek akamiz sog'ishini ko'rsataman. Olamiz. Sog'lishga вообще zo'r ekan bu sigir ham. Qo'yoq suyuqligi ham zo'r xudo xolasa.
Bitta hani yarachalari bor ekan. Dori tuzalib oldi. Olay odam turgani yo'q. Bo'ldi. To'rttasini chiqishib ko'rsatdi. Ha? Mashlar. Sog'liqingiz ham zo'r ekan. Mazza ekan akalar. Yaxshi bo'ldi. Kambag'alda bol qiladi, jasurda xudo xohlasa hijolat qilmaydi. Ham bir o'lasa ovora o'zi. Xo'p, bo'ladi. Hurmatli akalar, aloqaga chiqarsak, xolasalaringiz, bunisi. Qaysi biri yoqsa, ma'qul kelsa telefonlashib, savdolashib kelishib olasizlar. Azigan narxlar magazin narxi bas, kami bor, savdosi bor. Hurmatli akalar, mana. Qo'chamiz, mana bular. Nima deymiz endi aka? Xudo xolasa hammaga omad tilagan holda bizga ham bittadan podashcha qilib layk bosib tursa, kimgadir manfaatli bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Kimgadir sababchi bo'lib qo'yinglar, yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Pulini chiroyli qilib aloqaga chiqqan odamga chiroyli narxlar tushirib yetkazib olib beramiz. Hali yutuqli o'yin qilayotgandek-ku, shartlari bajarilmagan. Yana shunda ketaveramiz, Jasurbek akalar jichcha podashcha bo'lib turaylik. Yaqinda bo'lyapti deb ko'rib turib bittadan bosib qo'yamiz, bo'ladi laykni. Pul megabaytimizga prosi kimgadir sababchi bo'lib qolaylik. 500 ta layk, 500 ta kommentariya, 1 million so'm 2 kishiga. Xo'p, bo'ladi. Nima deysizlar? Shunga bittadan layk bosib qo'yamiz. Xo'p, akalar. Telefon qilaverasizlar. Yaxshi sigirlar, zo'r sigirlar kelibdi. Olib olinglar.